endi insulinsiz ham yashash mumkin. Bu nafaqat qandli diabetning ikkinchi turiga, hatto birinchi turiga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Esingizda bo'lsa, yaqinda Xitoyda bo'ldim va siz ko'p ma'lumotlarni SMS orqali yuborishimni so'radingiz. Sizlar uchun aynan video olaman. Qandli diabetga shu kungacha juda ko'p datchiklar, ya'ni sutkalik qondagi qandni o'lchab turadigan datchiklar kirgan va ularning narxi qimmat bo'lganligi uchun, atigi 14 kun ishlagani uchun bizda ko'pchilik qo'yisha olmayapti unda. Lekin hozirgi kunda bu datchiklar 1 oylik ishlaydigan qilib ishlab chiqarilyapti va ular narxi nisbatan arzon bo'ladi. Ikkinchi ma'lumot, endi oshqozon osti bezini sun'iy ravishda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan va bu pompalar insonni qorniga o'rnatib qo'yiladi, yoniga datchik o'rnatib qo'yiladi. Datchik qondagi qand nechiligini aniqlab turib, pompani ichidagi insulinni o'zi sun'iy intellekt yordamida, ya'ni o'zi hisoblab turib, qondagi qand oshayotganda yuborib turadi. Qancha doza yuborishi ham o'zi hisoblaydi. Bu degani siz necha doza olyapman, shpritsga qancha tortyapman, insulinim qayerda degan savollarni boshqa bermaysiz. Pompa o'zi yuborib turadi. Oldin sizlarga uzoq ta'sir qilinadigan, haftada bitta qilinadigan insulin haqida gapirgandim. Endi esa aqlli insulin chiqyapti. Ya'ni insulin qilinadi, u faqatgina qondagi qand oshganda ishlashni boshlaydi. Qolgan payt ishlamaydi. Bu degani gipoglikemik, ya'ni qondagi qandni tushib ketish holatlari boshqa bo'lmaydi. Bu aqlli insulindan tashqari yana insulinlarning har xil turlari, qulayligi bo'yicha oson turlari yaratilyapti, ya'ni teri ustiga surib qo'ysa bo'ladigan insulin hamda tilga sepsa bo'ladigan insulin yaratilyapti. Xudo xolasa, yangiliklar kirib kelganda albatta birinchi bo'lib sizlarga aytib beraman. Va oxirgi eng sensatsion yangilik bu oshqozon osti bezini beta hujayralari transplantatsiya qilinyapti. Hozirgina Kanadada bo'lib o'tgan kongressda ham ana shu haqida ma'lumotlar berilgan. Hozirgi kunda Chicago universiteti tomonidan qandli diabetda birinchi turi bilan kasallangan 18 yoshdan katta insonlarda 12 tasida oshqozon osti bezi transplantatsiyasi o'tkazilgan va ularga kerakli bo'lgan dorilar yuborib turilgan holatda insulindan umuman voz kechilgan. Bu degani oshqozon osti bezi transplantatsiyasi yo'lga qo'yiladi. Oldin Germaniyaning Bopport klinikasida ishlab kelganimda oshqozon osti bezi transplantatsiya qilingandan keyin uni organizm tomonidan itarib yorilish xususiyatini gapirib berishgandi va bu hozir yo'lga qo'yilmaganini aytilishgandi. Lekin insoniyat, shifokorlar to'xtab qolmayapti. Buni ustida yana ishlanib, transplantatsiya yo'lga qo'yiladi va xudo xolasa O'zbekistonda ham qandli diabetda birinchi tur bilan kasal bo'lgan, insulinga muhtoj insonlar insulinsiz yashashi mumkin. Shunga o'xshash eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Bilasiz, siz uchun hamma yangiliklarni bilib kelib, aynan sizni shu bilan davolashga harakat qilaman.